Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan bugun men Bilol Shorahimov har doimgidek. Men faqat mototsikl yoki mashinalar chiqarishim mumkin emas, shuning uchun ko'p chiqazmayman. Men Roblox chiqazaman, ko'p Minecraft chiqazaman. Mana bu Galaxy kiyimligi meni o'rtog'im, o'zbekchasiga bilmadim. Lekin hozir men bitta o'zimga yoqadigan kiyimim bor. Sizlarga ham ko'rsataman. Buni qanaqa qildinglar desanglar, ani YouTube'dan ko'rib qilganman. YouTube'da aniq topsanglar bo'ladi. Men qora kiyim deyman o'rtog'im. Menga mana shu kiyim yoqadi. Keyin menda yana bittasi bor, mana shu ham yoqadi menga. Mana yana bitta kiyimim. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun men bu Video Games. Bugun sizlar bilan video olamiz. Mana bu jo'jali kiyim. Qanaqa jo'jali kiyim? So'ng jo'ja deb yozib. Mana. Bir xil kiyim olamizmi? Davay. Anoniyni qil, mamanga kiyim, mashina kiyim. Endi yetib turasan, men ham kiyib olaman, xo'pmi? O'zim qilib berganman. Yo'q, uni men skachat qilmaganman. Steak o'rniga qilaman. Do'stlar, steak yoki Keylus. Steak deganlar like bosamiz, Keylus deganlar like bosamiz, steak deganlar obuna. Menga Keylus. Menga ham Keylus. Vay. Mana 2 soat mashinamni qarab keting. Yaxki. Az kutub tur mashina mana. O'zingizam mashinnik. Yo'q, bo'lmas. Gapimga tushundingmi? Bata. Gapimga tushundingizmi? To'xtab turing, ha?